Hammaga salom qizlar, mani kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan kech bo'lganda vannamni tozalaymiz. Men bitta vlogimda agar shu video 100 tadan oshiq layk yig'sa, mana shu vannamni ham yuvib qo'yaman degan edim. O'shaning uchun u video уже allaqachon 200 ta laykdan oshib ketgan. Men ham shuning uchun bugun vannalarimni yuvib, tozalab qo'ymoqchiman. Qaranglar, qanaqa yomon bo'lib ketgan. Orqalarini qaranglar, hamma narsa aralash quralash bo'lib yotibdi. Keyin bitta kommentariyamga bitta ayolmi, qizmi bilmayman, xullas gilamchangizni ham yuvib qo'ysangiz juda ham toza bo'lardi deb aytgan ekan. O'shaning uchun gilamchamni ham yuvib qo'yishga qaror qildim qizlar. Birinchi bo'lib turib ustidan oddiy suv bilan yuvdim, keyin bo'lsa nima deydi, poрошок soda sepdimda, uni ham yaxshilab ishqalab yuvib oldim. Qaranglar, bu gilamdan faqat qum chiqyapti-da. Ko'rsanglar. Vannamni yuvishdan oldin shu gilamchamni yuvib olishim kerak edi, chunki keyin yana vannam kirib ketmasin dedimda qilsizlar. Yaxshilab chayib, yana ustidan shunaqa soda qilib yana yuvib oldim va uni ozginchaga shunaqa qo'yib qo'ydim. Suvlari o'zlari chiqib ketdi. Keyin bo'lsa buni olib chiqib podezga ilib qo'ydim. Keyin bo'lsa vannamga shunaqa narsa sepib tashladim, hamma joyga oqartiradigan bu qanaqadir sredствоda, xullas qizlar, bilmayman nomi qaysi firmadanligini bilmayman qizlar, xullas. Keyin bo'lsa shunaqa qilib tugamagan va kerak emas narsalarni hammasini tashlab yubordim. Bekorga turgan narsalarni hammasini tashlab yubordim. Keyin bo'lsa hamma narsalarni bu yoqqa olib oldim, chunki hozir tepalarini ham yuvib olaman qizlar. Keyin pastdagi narsalarni ham hammasini chiqarib tashladim. O'tda вообще ko'p narsa bor edi. O'tdagilarni ham hammasini chiqarib tashladim, olib tashladim. O'zi ham anchadan beri vannamni yig'ishtirmagandim qizlar. O'zim ko'p vaqtda bir marta yig'ishtiraman deb vannamni, o'shaning uchun ham anchadan beri yig'ishtirmaganimga shunaqa bo'lib ketibdi. Va rakvinani ham shunaqa qilib bo'shatib, ustiga shunaqa sredstvodan hamma joyiga sepib tashladim, yog'ligi ham. Qizlar, vannam toza bo'ldi hozircha. Endi bo'lsa bu vannamni yuvib olishimiz kerak. Orqalarini qaranglar, juda ham kir bo'lib ketgan, pollarni artish kerak. Bu boyaga chiqarib tashlagan narsalarim, bularni ham hozir yig'ishtirib olamiz. Bu yerda men kirlarni alohida ajratib qo'ygandim, yuvaman deb ularni bir chekkaga oldim va o'tdagi narsalarni ham hammasini ajratdim. Kerak emas, anchadan beri bekorga o'tgan narsalarni hammasini musorkaga tashlab yubordim. Bir anaqam tutib qolsam ham nima derdi? Xullas, qizlar, bir uborka qilsam ko'p narsalarni musorga tashlab yuboraman, kerak emas narsalarni, shunaqa odatim bor. Va qizlar, mana menda qolgan narsalar va bu shuncha musor chiqdi kichkinagina vannamdan. Keyin bo'lsa vannamni ham yuvishga kirishdim qizlar. Bu vannamni men anchagina vaqt yuvdim. Sizlarga bu kam vaqtda tuyulishi mumkin, lekin meni anchagina vaqtim oldi. Tepalarni, devorlarni, kafellarni hammasini yuvib qo'ydim. Yerni qaranglar, suv bo'lib ketganini. Buni ham bir pasda pollarni artib, sipirib, tozalab oldim. Qaranglar qizlar, yaltirab qoldi vannam. Oppoqqina bo'lib. Endi tagidagi вообще sariq bo'lib ketganlarni ketqiza olmadim-da qizlar. Qancha shotka bilan ishqaladim, bo'lmasam yaxshi ketmadi. Keyin bo'lsa shu tepada turib chang bosib qolgan narsalarni ham birin-ketin chayib, tozalab, hammasini joy-joyiga joylashtirib oldim qizlar. Buni artsam ham bo'lardi. Men yuvganim menga qulayroq edi qizlar. O'shaning uchun yuvib qo'yib qoldim. Shotka chipaslar turadigan bokalni qaranglar, tagini kir bo'lib ketganini aytdim. Rakvina nimaga bunaqa kir bo'lib ketaveradi deb, mana shuni dastidan ekan qizlar. Mana shuni tagi shunaqa g'alati bo'lib ketgani uchun rakvinamiz ham yoni, ya'ni o'sha idish turadigan joyi shunaqa kir bo'lib ketgan ekan. O'zi bu bokal edi, вообще chiroyli bokal edi. Men bunga shunaqa shotka chipas qilib qo'yganman deb qizlar. Qizlar, qaranglar, hamma narsani joylashtirib, chiroyli qilib qo'ydim. Undan keyin bo'lsa hamma changlattalarim va pollatlarni yaxshilab, tozalab, sovunlab yuvib qo'ydim qizlar.
Birinchisini zo'rg'a yuvdim-da, qaranglar, qo'limdan tushib ketaverib, ikkinchisiga qaranglar, zo'r life hack topib oldim. O'zim o'ylab topdim. Sizlarga ham life hack, agar sizlar ham shunaqa lattelarni yuvayotganinglarda vandanglar bo'lsa, shunaqa qilib yopishtirib yursanglar, juda ham oson yuvilar ekan, qizlar qaranglar. Vot. Keyin bo'lsa navbat pollatdagi. Pollatdani men sovun bilan yuvamasdim, o'shaning uchun soda qilib yuvdim va picha ko'pirib ketdi. Yaxshilab buni ham yuvib oldim qizlar. Picha ko'pirib ketgan qaranglar, men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Keyin bularni hammasini yaxshilab chayib, shunaqa qilib susholkaga elib qo'ydim. Vot. Mana qizlar, hamma narsani почти joylashtirib qo'ydim. Endi navbat o'sha orqadagi narsalarni joylashtirishga va buni ham birpasda hammasini joylashtirib qo'ydim. Qizlar, gilamlarni solib, top-toza qilib vannamni tozalab qo'ydim. Qaranglar, orqaga narsalarni ham joylashtirganman, bo'tga ham narsalarni joylashtirganman. Rakvinalarni yuvdim, hammasi toza, vannalarni ham yuvdim. Qaranglar, kafelarning orasidagi qora-qora kirlarni bo'lsa, bularni endi boshqa videoda yuvamiz qizlar. Vot. Qaranglar, hamma narsani bir tekis qilib, chiroyli qilib joylashtirib qo'ydim. Va men tugatdim qizlar. Shu bilan bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Ko'proq shunaqa videolar chiqishi uchun menga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammalarga xayrli tun. Mana uxladim qizlar.